$80 ming Kotej forma high-tech uyimiz sotuvga chiqyapti. Assalomu alaykum. Qadrbaland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Asl uy-joy jamoasining bugungi manzili Farg'ona shahar Saddin savxozda Shiddever choyxonasini shundoqqina oldida 3-8 2 qavat 9 ta xonasi bor. Undan tashqari 2 ta Sanuzil hojatxona 100% pishig'ishda qurilgan ushbu fayzi hashamatli kotejimiz sotuvga chiqyapti. Do'stlar, 30-dekabr o'z ish kunimizni boshladik. Shuning uchun bizga qo'ldan kelganicha videolarimizga like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor, gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Korobka holatda, lekin uylarimiz 100% pishig'ishda qurilgan. Ko'ringlarchi, sizlarga shunaqangi fayzi xonadon zarar bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlardan ma'lumotini olishingiz mumkin. Kirish qismi proxod holni ko'rib turibsiz. Juda ham chiroyli, juda ham fayzi holatga keltirib qo'yishgan. Bitta narsaga e'tibor berib qo'yishingizni so'rab qolardim. Shu vaqtdan chiqqan yerlarimiz steyashga qilingan. Undan tashqari gaz, suv, svet, kanalizatsiya montajlari bo'lgan. Eng asosiysi, uyimizda sho'r zaki yo'q. O'ng qo'ldagi birinchi xonadan boshlaydigan bo'lsak, o'ng qo'ldagi birinchi xona bu uyimizning eng chiroyli joylaridan bittasi, mehmonxona. 3 ta derazasi shundoqqina ko'cha tomonga qarab turibdi. Panoramli oynalar qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Panoramli oynalarga moslangan ekan. Bu tomonda yana 3 ta derazasi shundoqqina hovliga qarab turibdi. Bu tomondagi oynalar ham panoramli oynalar qo'yib qo'ysa bo'lar ekan do'stlar. Uyimiz korobka holatda sotiladi. Keyingi xonaga o'tadigan bo'lsak, keyingi xona bu uyimizning eng shirin joylaridan bittasi, oshxona 3 ta derazasi shundoqqina hovli tomonga qarab turibdi. Bu xonadonlarda do'stlar juda ham tabiiy yorug'lik uyda moslashgan ekan. Uy egalari sababi har bitta xonaning o'zini deraza qismi bor ekan. Bu tomonda birinchi Sanuzil hojatxona, endi oladigan odam o'ziga chiroyli qilib moslab olsa bo'laveradi. Keyingi xonalarga o'tamiz. Keyingi xonamiz bu tomonda joylashgan. Bu birinchi qavatdagi ikkinchi umumiy Sanuzil hojatxona. Uni oldida yana bitta xona. Bu xonani agar meni fikrim bo'yicha, agar sizni ota-onangiz bo'lsa, yoshi ulug' insonlar bo'ladigan bo'lsa, birinchi qavatda chiroyli joy qilib bersangiz bo'laveradi. Sababi ikkinchi qavatga qiynalishadigan bo'lsa, ushbu joy ota-onalar uchun juda ham mos keladi. Endi sizlar bilan birgalikda ikkinchi qavatga chiroyli sayohat qilamiz. Undan oldin zinamizni tayda mana bunaqangi joyimiz ham bor ekan. Bemalol bu yerga garderobni shkaf qilib qo'ysa bo'ladi. Sababi ushbu joy juda ham garderobni shkafga mos keladi. Ketdik, endi sizlar bilan birgalikda ikkinchi qavatda chiroyli sayohat qilamiz. Xo'p, hurmatli obunachilarim, ikkinchi qavatga ko'tarilib chiqyapmiz. Zinalarni ham mustahkam tarzda qurib bitkizilgan ekan. Shu zinani tepasiga meni fikrim bo'yicha bitta chiroyli katta qandil ilinsa, juda ham ajoyib holatga keladi. Endi qarang, ikkinchi qavatga chiqqanimizda o'ng qo'l tomondagi birinchi xonalardan boshlaymiz. Kichkinagina hol, ikkinchi emas, uchinchi Sanuzil hojatxona, ichkarida kattalar yotoqxonasi bor. Mana holati, remontlari shu. Endi korobka holatda 3 ta derazasi shundoqqina ko'cha tomonga qarab turibdi. Panoramli oynalar o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Aytgancha, uyimizning kadastr hujjatlari notariusga tayyor, bemalol pulini notariusda sanab bersangiz bo'laveradi. Keyingi xona yana bitta xona, xohishga qarab oilaviy zona yokida bitta chiroyli yotoqxona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bunda ham 3 ta deraza bor, panoramli oynalar qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Hovli tomonga qarab turibdi. Endi do'stlar, qarang, kattagina hol proxod qismini ko'rishimiz mumkin. Juda ham katta, juda ham keng. Xohishga qarab peregorodga qilib turib, o'zingizga moslab yana bitta xona qilib olsangiz bo'ladi yoki oilaviy zona qilsa bo'ladi. Bu tomonda o'zini alohida balkon qismi ham bor ekan. Rishotkalar qo'yib qo'yilsa, juda ham ajoyib holatga keladi. Bemalol kofe, mofe, choy, poy shunga o'xshagan narsalar ichib, miyaga dam berib o'tiradigan joy qilsa bo'lar ekan do'stlar. Xo'p, keyingi xonalarga o'tamiz. Keyingi xonamiz bu tomonda joylashgan. Bu ham juda ham kattagina bitta xona. Buni ham 3 ta derazasi shundoqqina ko'cha tomonga qarab turibdi. O'zi bu hududda do'stlar kotejlar, high-techlar juda ham ko'p qurilgan ekan. Eng asosiysi zamonaviy loyihalar asosida qurib bitkizilgan kotejlarda shundoqqina yonida ushbu kotej forma high-tech uyimiz ham sotuvga chiqyapti ekan ba'zi bir sabablarga ko'ra. Keyingi xona yana bitta xona. Agar siz o'g'il, qiz farzandingiz bo'lsa, bu xonani bemalol siz o'g'lingiz uchun moslab bersangiz bo'laveradi, chunki o'g'il bolalarga juda mos keladi. Ichkaridagi xonani bemalol qiz farzandingiz bo'ladigan bo'lsa, qiz farzandingizga moslab bersangiz bo'ladi. Maktab, bog'cha, magazin, apteka, poliklinika, bekatlar, ovqatlanish zonalari yaqin. Farg'ona shahrida eng zo'r xadavoy joylardan bittasi Saddin savxozda turibmiz. Shundoqqina Shiddever choyxonasini oldida joylashgan 2 qavat, 3-8, 9 ta xonasi bor. Naqd 3 ta Sanuzil hojatxonaga ega bo'lgan ushbu fayzi xonadonimiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Uyimiz 100% pishig'ishda qurilgan, kommunikatsiya tizimidan umuman muammo yo'q do'stlar. Agar sizga ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlardan ma'lumotini olib, joyga borib ko'rib, bemalol ushbu xonadonda xarid qilishlaringiz mumkin. Uyimizning narxi $80 ming baho so'ralyapti. Albatta, o'tib beradigan joy bor. Yoqqan bo'lsa do'stlar, bemalol xarid qilamiz. Sizlar bilan doimgidek Farg'ona shahridan Sergap Azizbek va uning jamoasi bo'ldi. Kichkina xatolar yoki nuqsonlar bo'lgan bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Video yoqqan bo'lsa albatta like tugmasini bosib, shunaqangi kotej forma high-tech oqtarayotgan do'stingizga, tanishingizga ushbu videoni ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Farg'ona shahar ichki reklama xizmatimiz 250 ming so'm, shahar tashqarisida narxlari kelishilgan holatda bo'ladi. E'lonlar uchun telefon raqamlarimiz 91 bilan 327 1800 va 90 535 1900 va 90 533 92 11. Bizni YouTube'da, Instagram, Telegram, Facebook'da kuzatib borishlaringiz mumkin. Shunchaki lotin harflarda asl uy-joy savdo yozsalaring kelib chiqadi. Keyingi
yangi videogacha xayr, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.